Minecraft. Lekin men bugun mana shu Lucky Blockli poygada ishtirok etaman. Mening maqsadim poygada marraga yetib borish. Video boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'ying. Qani ketdik. Mana qandaydir juda ham ajoyib joyga spam bo'ldik biz. Bu yerda 4 ta yo'l bor ekan. Qaysi birini tanlaymiz? Yashilmi yoki ko'kmi? Menimcha qizilni tanlaganimiz ma'qul. Va bizga bloklar berdi. Bu yerda blok qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, bo'lmas ekan. Menimcha sakrab o'tganimiz yaxshi. Va birinchi Lucky blokni sindirib olamiz. Va bizda bu yerda nima berdi? Va bizda bu yerda juda ham ko'p bug'doylar bor ekan. Lekin ular bizga umuman kerak emas. Va ana endi esa ikkinchi Lucky blokni ham sindirib ko'ramiz. Qani bundan nima berarkin? Bizni Lucky bloklar qurshab oldi. Tepamizda ham Lucky blok bor ekan. Uni sindirib ko'ramiz va bizga juda ham ko'p kalmarlar o'rab olibdi. Qochib turay. Va buni sindirganimizdan so'ng esa bizda juda ham ko'p ovqat bo'ldi. Ishqilib bizga yovuz moblar hujum qilmasa bo'ldi do'stlar. Assalomu alaykum bratim, qandaysiz? Yo'q, ayniqsa shu kerak emas edi-da o'zi. Bulardan qochib qutulban bo'lmasa kerak. O'sha uchun yugurganimiz ma'qul. Qoch yonyapman. Yong'in to'xtadi. Menimcha shu yerda ozgina o'tirsak, menimcha tegmasa kerak o'zlar bu yerga. Yo'q, yana yonyapmiz, yana tegdi. Biz qayerdamiz? Qandaydir obsidianlik joyga spam bo'lamiz. Bu obsidianlarni sindirish uchun bizda hech qanday kirka yo'q. Shuning uchun o'lganimiz ma'qul. Bu yer ham yopiq. Tagda esa sindirib umuman bo'lmaydi va blazlar bizni o'ldirishiga qo'yib beramiz shunchaki. Bizni ur. A few moments later. Yaxshi, biz o'ldik mana. Va qaytadan spam bo'lamiz va tugmachani bosib olamiz. Mana yana shu yerdan spam bo'ldik. Menimcha blazlar hali ham o'sha yerda. Buni sindirsak bizga nima berar ekan? Bizga kamon beribdi do'stlar. Mana punch 2 sehrli. Menimcha bu bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Va zombilar. Bu nima? Yo'q, qoch. Zombini o'ldirib olish kerak. Nimaga urolmayapman negadir. Va hozir uni o'ldirib olish kerak. Atigi 2 ta jonimiz qoldi. Menimcha o'lib ketsa kerak baribir. Va hozir yarimta jon. Va biz hozir o'lib mana aytganimdek blazlar bizni yoqib yubordi va biz o'ldik. Va qaytibdan tugmachani bosib yana ularni o'ldirishga harakat qilamiz. Tayoqchani olamiz va yana Lucky bloklarni sindirishda davom etamiz. Bu safar bizga yana bironta yomon bo'lib bo'lmasa, TNT. Qo'rqinchli emas, u shunchaki portlamadi do'stlar. Va biz bu TNTni olib olamiz. Va buni ham sindirib ko'raylik, qani bundan nima berar ekan? Yaxshi, juda ham ko'p damlamalar berdi do'stlar. Bu damlamalarni o'zimiz uchun ishlatamiz. Va bular juda ham kerakli zehrlar do'stlar. Ularni o'zimiz uchun sepib olamiz. Bizga sakrash imkoniyatini berdi. Keskinlik va juda ham tez yugurish va bunisi esa kuch damlamasi do'stlar. Va endi biz juda ham kuchli va qudratli bo'ldik. Lekin bizga bironta yomon mob hujum qilmasa bo'lgandi deb turganimda Wizard paydo bo'ldi. Endi yaxshi hayot kechiraman deganingda oldingda Wizard paydo bo'ladi. U o'ldimi? Menimcha shunday do'stlar. Va bu yerda bizga juda ham ko'p kallalarni berdi. Bu yerda Wizardning kallasi ham bor ekan.
Va biz vizorning kallasini kiyamiz va 1 daqiqa motam saqlaymiz. Bo'ldi, yetadi do'stlar. Ana endi esa yana kovlashda davom etamiz. Xo'sh, bu Lucky Blockdan bizga nimalar berarkan? Do'stlar, video cho'zilib ketmasligi uchun videoni shu joyda tezlashtirib yuboramiz. Va tepaga chiqib olganimizdan keyin ko'raylikchi u yerda nima bor ekan. Xo'p. Mana bunday qilamiz va oxirgisi. Xo'sh, buni ham sindirishda davom etamiz. Yana bitta vizor. Do'stlar, menimcha bunisi vizor ham hozir o'lsa kerak yoki unday emas. Do'stlar, bu vizor o'lmaydiganga o'xshaydi. Bu vizor hozir bizni o'zimizni o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun unga kamon bilan o'q otamiz va u qochib ketmoqchi bo'lyapti. 2000 years later. Ana endi esa nima? U o'lib qoldimi? Menimcha yerga tushib ketib o'ldi shekilli. Xo'p, mayli. Endi esa bu yerni qaytadan tiklab o'tib ketaveramiz. Muhimi u o'ldi-ku. Va endi keyingi Lucky Blockni ham sindirib ko'ramiz. Va qoch TNT, qoch. Bu yer ham buzildi. Endi bu yerni ham ta'mirlab olish kerak. Bu yerda lava nima qilyapti? Xo'sh. Bu yerni ham ta'mirlab olamiz. Yo'lakcha qilib o'tish uchun va yana ehtiyot bo'lgan holda keyingi Lucky Blocklarni ham birma-bir. Men jonimni ketishini qaranglar. Hozir bunaqada menimcha o'lib qolsam kerak. Negadir ovqat ham yeb bo'lmayapti. Eng muhimi o'lganimiz yo'q-ku. Va atiga yarimtagina jon bilan tirik qoldik biz do'stlar. Atiga yarimta jon. Va bu yana 9 soniya davom etar ekan. Yaxshi, hozir bu ta'sir yo'qoladi va jonimiz yana ko'payishni boshlaydi menimcha. Bizga tarvuzlar berdi. Tarvuz bizga menimcha kerak emas. Va bu blogni ham sindirib ko'ramiz. Va sigir. Keyingi bu narsani sindirganimizda esa bizga bu yerda lava bor ekan. Menimcha bu mevani yeyish vaqti keldi. Lekin yo'nyapmiz. Menimcha boyagi tarvuzdagi suvning ichida tushish kerak. Tezroq. Yo'q, ulgurmadik. Xo'p, ana endi esa qani edi tugma? Mana endi esa tugmani bosamiz va u yerdan menimcha sekin-astagina o'tib olganimiz ma'qul. Biz qaysi tomondan kelgandik? Bu yerga. Shu tomonda boramiz. Qani ketdik. Endi bu lavalik joydan sekin-sekin o'tib olamiz asta-sekinlik bilan va buni ham sindirganimizdan keyin qani bu yerda nima bor ekan? Magma bloklar bor ekan. Buni sindirsak tagida hech nima bo'lmasa kerak. Aytganimdek hech nima yo'q ekan. Menimcha ustidan o'tib ketganimiz ma'qul. Ustidan o'tib ketamiz. Va bu yerdagi blokni ham sindiramiz. Bu yerda nima bor ekan? Hech nima bermadi. Va shunchalik ham omadsiz bo'ladimi, do'stlar? Prosta tak tushib ketdik. Mana. Endi yurib boramiz va shunchalik darajada ham omadsiz bo'lishi mumkinmi, do'stlar? Xo'p, mayli. Bu safar lekin tushib ketmaslikka harakat qilamiz. Xo'p, mana. Men qaniman?
Xo'p, bu safar ehtiyotkorlik bilan tushib ketmaslikka harakat qilamiz. Bu yerdan ham sekingina o'tib olamiz va bu yerdan ham iloji boricha tushib ketmaslik kerak bu yerlardan. Va bu yerda ko'rayotganim nima bor ekan? Nega o'tolmayapmiz? Menimcha bu yerda ham qandaydir to'siq bor cho'qi. Menimcha ana shu o'q joylardan o'tib ketsak bo'ladi. Xo'p. Endi esa bu yerdan ham o'tib olamiz asta-sekinlik bilan. Sakraymiz va bu yerga ham blok qo'yamiz. Xo'sh, buni sindirganimizdan keyin o'ylaymanki bizga hech qanday yovuz mob chiqmaydi. Lekin afsuski biz shunaqa joyga tushib qoldik. Bizning IQ'miz baland do'stlar. Shuning uchun bu yerdan chiqib qoldik. Xo'p, olov ham to'xtadi. Endi esa blokni sindiramiz. Xo'p, bizga bu safar obsidianli devor. Bu yerdan o'tib ketish qiyin emas. Shunchaki zinapoya qilib chiqib ketaveramiz. Xo'p, mana bu yerga bitta va bu yerga ham bitta pastga. Ana endi esa bemalol chiqib ketaversak ham bo'ladi menimcha. Xo'p, bu yerga tushib olamiz va buni sindirishda davom etamiz. Va bu yerda gaz spam bo'ldi. U gazni kamon bilan o'tganimiz yaxshi menimcha. Nima? Ularning ikkovi ham o'lib qoldimi? Lekin qanday qilib? Mayli. Endi bu blokni ham sindiramiz va qandaydir tur paydo bo'ldi. Buni ham ustidan o'tib ketaveramiz. Bu juda ham oson bo'ladi. Va buni ham sindirganimizdan keyin buni sindirib chiqib ketaveramiz. Bu yerdan yana devor paydo bo'ldi. Mevani yeb chiqib ketaveramiz va bu yerda ham bor ekan. Yana yeymiz. Ko'ryapsizmi do'stlar? Bizning IQ'miz shu darajada balandki, biz bu yerdan osonlikcha o'tib ketdik. Xo'p, bu sehrlash stoli. Lekin bizda hech qanday lazolat yo'q. Shuning uchun o'tib ketaveramiz. Xo'p, marraga ham yetay deb qoldik do'stlar. Mana bizga kamon berdi. Xo'sh, kamon biznikidan yaxshiroq bo'lishi mumkinmi? Xo'p. Yo'q, bu ham panchakka ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Xo'sh, yana bitta sindirsak. Menimcha bundan bizga hech nima bermadi. Va yana bitta qoldi. Buni sindirganimizdan keyin bu yerda lava spam bo'ldi. Lavani osonlikcha quritib yuboramiz. Va biz endi o'zimizning oxirgi lucky blokimizni sindirsak ham bo'ladi menimcha. Va bu yerda mushuk spam bo'ldi. Va biz tepaga chiqib olamiz birin-ketinlik bilan. Va bu yerda ehtiyot bo'lib o'tib olamiz. Va biz yutdik do'stlar. Va biz nima qilishimiz kerak endi? Menimcha shu tugmani bosishimiz kerak. Shuni bosamiz. Va qizillar yutdi. Ya'ni biz yutdik. Video shu joyda o'z nihoyasiga yetadi do'stlar. Tomosha uchun hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga xayr.